Mana ustiga tashab mana ketyapmiz. Yomon urdim. Mayli kelgan bola shunga urgan bo'lsin, yaxshi ham kaskom bor ekan. Как раз tugashiga bir oy qolgan edi. Mana hozir ustaga olib keldik. Mana dudutimni olib ketishdi, больницаga yotirdik. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqazib berishadi degan umiddaman. Mashinamni topshirdik, endi biza ketyapmiz. Bugun bizani sarguzashtlar kutmoqda. Mashinani ustiga tashladik. Keyin endi hozir mana biza menimcha Chilonzor Qatortoldamizda. Tak, endi hozir uyda hali narsalarni yig'ish kerak, bolalarni tayyorlash kerak. Biza qayerga ketayotganimizni video davomida ko'rsanglar bilib olasizlar. Syurpriz. Qildim. Mana qaranglar. Mingandan keyin mana shunaqa tashab ketish kerakmi? Farosat bormi, yo'qmi? Olib qo'ygan. Birovni biznesi, birovni puli. Tavba qildim, astag'firulloh. Odamlar sal mundoq birovni mehnatini qadrlashni o'rganinglar. Cho'yta такое. Господи. Na doroshku yotishibdi, dam olib yaqinda yo'lga chiqamiz. Erto'da bo'lib mana ketyapmiz biz. Maza qilib bir sarguzashtlar qilib aylanib yuraylik dedik-da. Poyezdimiz 1 soat kech ketar ekan. Charimalaring güzel. Bekor. Shunaqa shoshilib keldik mana. Endi 1 soat bachalar bilan mana o'tiramiz bu yerda. Bachalar bilan. Ay. Mana endi biz sekin-sekin kiramiz. Kupeli oldik biz. Chunki 4 kishimiz bitta xonada yotib ketaylik dedik. He he he. Kupemiz katta bo'ladi deb o'ylasak, tor ekan. Hozir yangi poyezdning kupelarining ahvolini qaranglar. Men keyin bo'ladi deb o'ylayman. Eski SSSRskiy kupelarga o'xshab, lekin chuchvarini hopsanamiz. Ahsan xonim o'z tepaga maza qilib o'tirib oldilar, lekin bolalar rosa xursand. Конечно, juda xursand. Uxlab ketamiz endi. Bebek machinasi что ты делаешь? Chiqayotganda faqat bizani Bolalar ko'p edi. vagon полный детский ekan. А я тоже тут. А тут моя комната, а тут я. У нас старый стал дома, да? Ana. У нас старый Mana очень pastilla bor ekan. Yengi. Faqat детский ekan. Mayli. Qilib men o'zim tanadim joyini. Vagon o'zim tanadim. Xudo xolasa iloyim konditsionerimiz bo'lsin, chunki уже pishib ketdim-man duxatdan. Kuklinasi bor ekan. Xudo xolasa iloyim bo'lsin. Вот. Endi bu bir tajriba bo'ldi. Mana sizlar bilan ham tajriba bilan bo'lishyapmiz. Mana o'tiradigan joylari bor ekan. Mani erim shu desanglar rosa qitimir. Juda qitimirli qilib sprey olgan, sassiq sprey. O'shani mana bitta opam xonadan bunaqa jiddiy turganiga qaramanglar joy. Ana. O'sro spreyi sassiq. O'shani o'sqon. Nima sasiyapti? Qani? Yo'q, biz bunaqa sasiq yo'q. Oynalarni ochib qo'ydingiz? Sasiyapti. Da.
Osuruk mu osuruk mu? Anak şey kokuyormuş. Bok kokuyor. Ничего. Навоз mu воняет? Mıgıvadan çekmeden ki var. Kadın kendisinden koktu diyor. Ne kokmuş? Klimadan bok kokusu geliyormuş. Ama koysan tamam. Ya osuruk mu osuruk lan bu çoluk çocuk. Bronki usır vorgandir de. Sen geç yerine, sen geç yap. Geç. Hadi herkes yerine. Provetr chiqib turing, bizda delegatsiyasini yapdi hech narsa. Qidiryapsiz? Ha? Nima qidiryapsiz? Ha? Nima bo'ldi? Не надо закрывать. Nima qidiryapsizlar? Skums bor, skums sasidiyor. Nima bu? Akır af gitti de sasidiyor. Ana. Neymiş? Neymiş? Ya boydan beri otum. Sasuat diyor. Nima söylemiş? Atırı var ya. Bir şey varmış, sepecek, parfüm gibi. Onu sıkmışsın, görmüşler. Bu ne diyor? Çok kokuyor diyor. Ara yoktur. Yok sen mal. Tamam otur. Uxlab qolishdi. Al bak. Uxlab qolishdi, ushlab olishdi. Ana место преступления. Ismi bolam, ismi baraka topgur. Bolalar uxlamayapti. Osuruk. Hammasi juda qiziqib ketib, soat уже 1 bo'ldi, 1:30 bo'ldi shekilli. Hali uxlashmayapti. Degani xitlab qolishdi. Başka bir şey görün. Hali ham erim tan olmayapti-yu, men shu narsa bilmayman deyaptilarni. Men uxlab yotuvdim, bostirib keldilar opa. Anlamadım doktor, hamma narsani. Reyd boshlandi, bizani vagonda reyd bo'lyapti. Skuns qidiryaptilar opam. Skuns bor ekan erimda. Katta oldu. Ben gördüm, görmegen bolsam şu zikir. Qanaqa ko'rdingiz? Ben gördüm de. Bunu da bir şey kıldı. Karakan doğru mu? Yok. Ekan to'g'ri bo'lsa. Atın bu okşuydu da nasıl saçtı? Yine oduram pişik kıldı. Kim bo'yog'iga? Sanikiga? Qachon? Hozirmi, ichkaridami, xonangda? Ben bu bilan gaplashtirdim. А я еще думаю, почему у меня комната так воняет? Uxlolmadim da. Mana bu teshigidan keldim oyog'ingga. Malik hali osurmadı. Nasıl может вонять? Ay. Ahsen sotib berdi adasini, topdi yo'lman titrib. Göster videoya göstereyim ne bir şey aç bakalım. Mana shunaqa. Он еще побрызгал на мой бумажник. Он побрызгал на мой бумажник. Воняет, да? Biza Buxoroga keldik mehmonga. Videoni polni ololmayman chunki baribir uylarni egasidan so'raganim yo'q. Qo'ysam maylimi, videoga olsam maylimi deb. Xullas biz mana Buxoroga keldik. Xudo xolasa ertaga nasib qilsa Buxorolarni mana aylanamiz. Issiq mazza. Mana eng yaxshi ko'rgan joyim, eng yaxshi ko'rgan.
hozir aylantiradigan joy Qalay o'rta? zo'r. Judayam zo'r, judayam chiroyli. Biza qaytyapmizda, VIPlarni ko'raylik dedi endi. Qaranglar, mana sizlarga room tour. VIP mana men voy. Yaxshi ekan-ku bu yo, Nigor, asal ekan-ku. Vau. Mashdan Osiyo bo'lar ekan-ku. Nimaga shu omading deb. Endi men taqsim bilan men bu bular qanaqa sig'ishadi? Bu yerda sig'ishmaydi, 4 xonali VIP bo'lsa zo'r bo'lardi. Qaranglar, mana VIP shunaqa ekan. Ichi do'xata ham emas ekan. Chiroyligina ekan mana. Almashtirib olsa bo'larmikin, qani? Mana akkuratni, chiroyli mana bu yoqlar. Если uzoq yo'lchilik ketmoqchi bo'lsangiz, VIPdan ola qolinglar mana.